Assalomu alaykum. Oldingi videoda M-ta'lim platformasidan qanday ro'yxatdan o'tish, tizimga kirish va Chirchiq davlat pedagogika universitetiga o'qituvchi sifatida qo'shilish jarayonlarini ko'rib chiqdik. Bu videoda esa o'qituvchi sifatida tizimdan qanday foydalanish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bilasiz, M-ta'lim platformasi web va mobil ilovalarga ega. O'qituvchi sifatida mobil ilovadan ham foydalanish mumkin, faqat u yerda cheklangan funksiyonallarga ega. Asosiy eng to'liq funksiyonallar web panelda mavjud va ularni birma-bir batafsil ko'rib chiqamiz. Tizimga kirganimizdan keyin biz asosiy panelga yoki o'qituvchi paneliga o'tishimiz mumkin. Mana keling asosiy panelga o'taylik. Asosiy panelda bizni rollarimiz bo'yicha mavjud panellar ro'yxati keltirilgan. Qaysi o'quv muassasasiga qo'shilgan bo'lsangiz, o'qituvchi sifatida ularning ro'yxati mana bu joyda chiqib turadi va to'g'ridan to'g'ri mana shu joydan o'qituvchi paneliga o'tish mumkin. O'qituvchi paneliga kirganimizda sizni so'rovingiz universitet tomonidan qabul qilingan va siz o'qituvchi sifatida qo'shilganingizdan keyin xuddi mana shu shaklda o'qituvchi paneli sizda ochiladi. Agar siz bir nechta o'quv muassasalariga o'qituvchi sifatida qo'shilgan bo'lsangiz, ularga mana shu joydan o'tish mumkin, boshqalariga ham. Ko'rishimiz mumkin, asosiy birinchi ochiladigan sahifa bu boshqaruv paneli. Bunda asosiy ma'lumotlar keltirilgan, bizga biriktirilgan guruhlar soni, talabalar soni, dars jadvali, kelgusida qilinadigan ishlar, umumiy faoliyatga oid ma'lumotlar, davomat va hokazo. Barcha ma'lumotlar mana shu boshqaruv panelida ko'rib olish mumkin. Bu yerda bizga biriktirilgan guruhlar ro'yxatini mana bu joydan topish mumkin. Guruhlar, ya'ni bu hozirgi bu meni misolimda menga fizika to'garagi biriktirilgan. To'garakda men umumiy fizika va optika fanlaridan darsim bor. Ya'ni mana shu fanlarni fan o'qituvchi sifatida men belgilangan. Sizda agar ko'proq guruhlar va darslar bo'ladigan bo'lsa, ularning barchasi mana shu joyda chiqib turadi. Eng birinchi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu reyting. Ya'ni bu reyting o'qituvchi reytingi hisoblanadi va bu talabalarning o'qituvchiga bergan bahosi asosida shakllanadi. Ya'ni M-ta'lim platformasida talabalar o'qituvchini baholashi mumkin. Ular M-ta'lim mobil ilovasiga sizni guruhingizga qo'shilgandan keyin sizni baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ta'lim sifati, darsga tayyorgarlik, talabalarni qo'llab-quvvatlash, o'qitish uslublari, adolatli boshqarish kabi mezonlar asosida shakllanadi. Har bitta mezon bo'yicha talabalar sizni baholaydi va umumiy reyting mana shu joyda chiqib turadi. Endi o'qituvchi panelini har bitta elementini birma-bir ko'rib chiqamiz. Ushbu video 8 ta bo'limdan iborat bo'ladi. Bular o'qituvchi faoliyati va uning reytingini shakllanishi, talabalarni guruhga qo'shish, o'quv materiallarini yuklash, test savollarini yuklash, topshiriq va imtihonlar, yo'qlama qilish, dars jadvali va e'lonlar qismlaridan iborat. Har bittasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi qism bu o'qituvchi faoliyati. O'qituvchi faoliyati qanday shakllanadi? Birinchi navbatda mana mening faoliyatim qismiga kiramiz va bu yerda barcha yakuniy natijalar, ya'ni o'qituvchiga universitet tomonidan belgilab berilgan vazifalar qanchalik bajarilganligini ko'rish mumkin. Ya'ni bizda har bitta o'qituvchi o'ziga biriktirilgan guruh bo'yicha nechta darsi bor bo'lsa, o'shalar bo'yicha o'quv materiallarini yuklashi va test materiallarini tizimga yuklashi va talabalar uchun foydalanishga taqdim etishlari kerak bo'ladi. O'quv materiallari yuklanishi bizda majburiy 10 ta mavzu, har bitta dars bo'yicha 10 ta mavzu tizimga yuklangan va o'sha guruhga biriktirilgan bo'lishi kerak. Va ularni
yuklanganligi soni, nechta yuklanganligi soniga qarab turib bizda yakuniy foiz hisobida natija ko'rsatiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, har bittasi bo'yicha 10 tadan bitta yuklangan, 10 tadan ikkita yuklangan va 10-20% umumiy natijasi 15% sifatida mana bu joyda ko'rsatilgan. Testlar, ya'ni belgilab berilgan har bitta mavzu bo'yicha, har bitta dars bo'yicha 100 ta test savoli tizimga yuklangan bo'lishi kerak va uni talabalar M-ta'lim mobil ilovasiga kirib imtihonga tayyorgarlik ko'rishlari kerak. Kamida 100 ta testlar yuklangan bo'lishi kerak. Ularni soniga qarab yana foiz shaklida reyting shakllanadi. 100 tadan bitta yuklangan bo'lsa, ana 1%, ikkita yuklangan bo'lsa 2% shaklida yakuniy natijani bu yerda ko'rishingiz mumkin. Keyingisi topshiriq va imtihonlar. Ya'ni mustaqil ta'lim dasturi doirasida har bitta guruh uchun topshiriqlar rejasi va onlayn imtihon rejasi mavjud. Buni universitet tomonidan belgilab beriladi va mana ko'rishingiz mumkin. Topshiriqlar rejasi qismiga o'tsak, bu yerda bizga berilgan topshiriqlar ro'yxati keltirilgan. Yana guruh, mana shu guruh nomi, dars, o'sha dars bo'yicha bizda topshiriq bor, laboratoriya ishi o'tkazish va uni natijalarini tizimga yuklash. Ikkinchi darsimiz umumiy fizika bo'yicha referat yozish topshiriqlari berilgan. Ya'ni bu topshiriqlar universitet tomonidan belgilab berilgan. Biz o'qituvchi sifatida o'sha topshiriqlarni talabalarga berishimiz va natijalarni baholab tizimga kiritishimiz kerak bo'ladi. Onlayn imtihon rejasiga o'tsak, bu yerda ham oldindan belgilab berilgan muddati asosida har bitta dars bo'yicha qanaqa imtihon olinishi, ya'ni onlayn imtihon o'tkazilish rejasi berilgan, oraliq nazorat berilgan mana misol uchun, va o'sha oraliq nazoratni mana shu muddatda biza olishimiz kerak. Bu oraliq nazoratni olish ham o'sha tizimning ichida bo'ladi, ya'ni tizimni o'zi avtomatik baholaydi. Faqat siz imtihonni shakllantirishingiz kerak va talabalarga taqdim etishingiz kerak. Shular asosida umumiy reyting shakllanadi. Mana topshiriqlar ko'rishimiz mumkin. Topshiriq nomi o'sha referat yozish va laboratoriya ishi degan topshiriqlarimiz bor. Mana shu fanlar bo'yicha mana topshiriqni yaratilgan bo'lsa, yaratilganga ha deyiladi. Hali yaratilmagan bo'lsa bo'sh bo'ladi. Yaratilgan sanasi ko'rsatilgan bo'ladi va mana shu sanagacha bu topshiriq barcha talabalar tomonidan topshirilgan bo'lishi kerak. Va ikkitadan bittasi topshiriq yaratilganligini mana 50% natija ko'rsatib turibdi. Va nechta talabalar ishtirok etgan bo'lsa, ya'ni necha foiz talaba ishtirok etganligi, topshiriqlar bajarilganligi mana bu joyda chiqadi va ularga siz bergan o'rtacha ball va nechtasi o'sha o'tish ballidan o'ta oldi. Bu narsani mana bu joyda chiqib turadi. Imtihonlar bo'yicha ham xuddi shunday. Imtihonlar, ya'ni mana bizga vazifa berilgan oraliq nazorat olish mana shu sanagacha. Biz o'sha imtihonni yaratganimizdan keyin mana bu yaratilgan sana bu yoqda chiqadi va o'tkazib bo'lingandan keyin talabalarning natijalari asosida talabalar berilgan talabalar olgan baholar asosidagi natijalar mana shu joyda chiqib turadi. Bu umumiy faoliyatga taalluqli ma'lumotlar va keyingi qismlarda qanday o'quv materiallarini yuklash, testlarni yaratish, topshiriqlarni yaratish, imtihonlarni o'tkazish har bittasini alohida ko'rib chiqamiz. O'qituvchi sifatida tizimga qo'shilgandan keyin birinchi ishimiz
bizga biriktirilgan guruhni talabalari to'liqligini ta'minlash. Ya'ni talabalar tizimga qo'shilishi va bizni guruhimizga qo'shilishlari kerak. Mana bizga biriktirilgan guruhda nechta talaba borligini mana bu talabalar ro'yxatidan ko'rib olishimiz mumkin. Bu yerda mana 3 ta talaba bor bizda. Bular mana shu jadvalda talabalarning ismi, ularning asosiy o'qish guruhi va qo'shimcha qaysi to'garaklarga qatnashishi alohida ko'rsatilgan. Ya'ni talaba asosiy guruhi mavjud, ya'ni u mana shu guruhda asosiy o'qiydi. Mana guruhim bu fizika to'garagi, ya'ni qo'shimcha guruh shaklida bo'lganligi uchun ular alohida bu yoqda chiqib turadi. Va men bu talaba aslida qaysi guruhda o'qishini ham bila olaman, to'garak o'qituvchisi bo'lsam ham. Va keyingi ishimiz mana bizda faqat 3 tasigina qo'shilgan. Biz talabalarni qo'shishimiz kerak, qolganlarni ham. Talabalarni qo'shish bo'limiga o'tamiz. Bu yerda birinchi qismi bu asosiy. Agar sizning guruhingiz asosiy bo'ladigan bo'lsa, talabalar o'sha guruhga qo'shilish uchun so'rovlari mana shu birinchi qismida chiqadi. Mani guruhim bu qo'shimcha guruh hisoblanadi. Ular mana bu ikkinchi sahifada ochiladi. Bular qo'shilish uchun so'rov jo'natilgan. Ularning so'rovlari mana bu status qismidan boshqariladi. Ular qabul qilingan mana guruh tanlanib va bularni agar mabodo adashib boshqasi jo'natgan bo'lsa, ularni rad etish ham mumkin. Talaba jo'natayotgan paytida, so'rov jo'natayotgan paytida u o'zi guruhni tanlaydi. Uni asosiy guruhi mana bu bo'ladi. Asosiy guruhi mana bu joyda chiqib turadi va qaysi to'garakka qo'shilmoqchi bo'lsa, mana tanlagan va o'zi to'g'risidagi ma'lumotlar mana bu joyda yozilgan bo'ladi. Siz talabaga aytishingiz kerak, ya'ni o'zi to'g'risidagi ma'lumotlarni yozish kerak. Nima uchun bu fizika to'garagiga qo'shilmoqchi o'zi. Balkim adashib boshqa joyga jo'natmoqchidir. U balkim ingliz tili to'garagiga jo'natmoqchi bo'lgandir. Adashib buni tanlab qo'ygan bo'lishi mumkin. O'sha holda bu joyga yozish kerak. Men fizika to'garagi talabasiman yoki endi o'qimoqchiman deb. O'shandan keyin talabalarni biz o'sha talabaning so'rovini biz qabul qilishimiz mumkin. Tanlagan holda qabul qilindiga o'zgartirib yoki rad etishimiz mumkin. Endi agar talaba tizimda allaqachon mavjud bo'lsa, ya'ni tizimga ro'yxatdan o'tib kirdi va shu yerda borligini bilsangiz, u talabani o'zingiz tanlab, unga o'zingiz ham so'rov jo'natishingiz mumkin. Mani sinfimga qo'shilgan, mani gruppamga qo'shilgan degan so'rovni ham jo'natishingiz mumkin. U talaba qabul qilsa, bu yoqqa qo'shiladi. Keyingisi avtomatik qo'shilish. Bu nima degani? Ko'rib o'tganimizdek, guruhga qo'shilish uchun talaba so'rov jo'natishi kerak va uni o'qituvchi qabul qilishi kerak. Bu jarayonni agar birma-bir qilishni istamasangiz, buni avtomatlashtirish mumkin. Buning uchun avtomatik qo'shilish joyiga o'tamiz va bu yerda guruhga qo'shilish uchun havola mavjud. Ya'ni guruh nomi va unga qo'shilish havolasi. Mana shu ssilkani olib talabalarga jo'natiladi. Mana kopiya qilib, bu joydan kopiya qilsak, mana shu kopiya qilingan havolani talabalarga jo'natsak, ular bitta bosish orqali o'sha guruhga qo'shilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana bu qismlar bo'lsa boshqarish elementlari. Yana tahrirlashga kirsak, guruh nomi, mana guruh to'g'risidagi ma'lumot, mana fizika to'garagi, bu yerda nimalar o'rganilishi mumkinligi va maxfiy kod. Ya'ni hamma kirib ketavermasin, faqat mana shu kalit so'zni yozganlar kirsin degan bo'lsangiz, mana maxfiy kod qo'yib qo'yishingiz mumkin yoki buni qo'ymasa ham bo'ladi, ixtiyoriy bu. Nechta maksimum talaba qo'shilishi mumkin? Buni ham boshqarish mumkin. Deylik, masalan, 30 ta talaba qo'shiladi, undan u yog'iga aktiv bo'lmaydi. Avtomatik qo'shiladiganlar nazarda tutilyapti. Va avtomatik qo'shilishni faol yoki faol emas qilib qo'yish mumkin. Va buni
avtomatik qo'shilish sanasini ma'lum bir muddat ham berish mumkin, ya'ni ma'lum bir sanadan ma'lum bir sanagacha mana shu avtomatik qo'shilishlari mumkin. Qolganlari o'sha muddatdan keyingilari odatiy so'rov yuborib, ular qabul qilingandan keyin qo'shilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana shu havola qaysi muddatdan qaysi muddatgacha aktivligi ko'rsatib o'tiladi va bu havolani talabalarga jo'natganingizdan keyin hammasi birdaniga qo'shilib olishlari mumkin va o'shandan keyin talabalarimiz, barcha qo'shilgan talabalarimiz mana bu joyda chiqadigan bo'ladi. O'quv materiallari. O'quv materiallari qismi bu mTa'lim platformasining unikal funksionallaridan biri hisoblanadi. Bu yerda biz o'qituvchi sifatida o'z materiallarimizni tizimga joylashtiramiz va o'quvchilar, ya'ni talabalar ularni ko'rib, ular bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, fan va mavzular bizda ikki qismdan iborat, ya'ni fan va mavzular va test savollar. Fan va mavzularga kirganimizda bizda 3 ta bo'lim bor. Fan toifalari, fan yaratish, mavzu yaratish. Ya'ni biza bu yerda mana shu 3 ta bo'limda yaratgan va joylashtirgan narsalarimiz siz qaysi, ya'ni siz boshqa muassasaga o'qituvchi sifatida qo'shilganingizda ham yoki o'zingizni maktabingizdan ochib yurgizayotganingizda ham bu mavzular sizni akkauntingizga tegishli shaklda doimiy sizga ko'rinib turadi. Bularni har bitta maktab uchun alohida yuklash shart emas, ya'ni bir marta bular kirgiziladi. Endi bevosita ko'rib chiqamiz qanday qilib bularni joylashtirishni. Fan toifalari, mana fan toifasida men ikkita toifa yaratganman. Bu birinchi astronomiya va fizika. Endi shu toifalar bo'yicha men fan yarataman. Fan yaratishga o'tamiz. Fan yaratishda bu yerda o'sha belgilangan o'sha fan toifasiga tegishli bo'lgan fanni yaratamiz. Yangi fan yaratish mumkin yoki yaratilganini tahrirlash mumkin. Bu fan yaratilgan paytida o'sha bir butun bu fan bo'lgani uchun bir butun kitobni bevosita bu yoqqa yuklab qo'yish mumkin yoki o'sha fanga tegishli boshqa materiallar, misol uchun masalalar to'plamini ham yuklab qo'yish mumkin. Keyingi bo'lim bu mavzular. Ya'ni o'sha yaratilgan fan bo'yicha bizda o'shanga tegishli bo'lgan ichki mavzular keladi. Mavzularni alohida yuklaymiz. Bular mana ko'rishingiz mumkin. Fan tanlangan optika fanida mana birinchi mavzu, ikkinchi mavzu shaklida turadi. Bularni ham ichida o'zi kirsangiz yangi mavzu yaratish mumkin yoki borini tahrirlash mumkin. Va bu yerga o'sha mavzuga tegishli bo'lgan fayllarni ham yuklash mumkin. Bu yerda fan toifasi tanlandi, fan tanlandi va mavzu nomi yozildi. Bu yerga o'sha mavzu haqida qisqacha ma'lumotlarni yozib qo'yish mumkin. Mana fanlarni va mavzularni yaratib bo'ldik. Endi mana shu yaratilgan mavzularni bizga tayinlangan guruhlarga biriktirish qismini ko'rib chiqamiz. Mana fanni biriktirish qismiga o'tdik. Bizga tayinlangan guruhlar ro'yxati mana bu yerda bor. Mavzu tayinlangandan keyin mana bu joyda tayinlangan qaysi mavzular mana shu darsga tayinlangan bo'lsa mana bu joyda chiqib turadi. Tayinlanmagan bo'lsa mana bunday bo'sh shaklda turadi va ichiga kiramiz. Ichiga kirganimizdan keyin mana bu tanlangan o'sha qaysi guruh va dars ekanligi bu yoqda ko'rinib turadi va bu yoqda biz yaratgan mavzulardan tanlab olib ularni o'sha darsga biriktirib qo'yamiz. Ya'ni bu yoqqa mana bu strelkani bossak hammasi bu yoqqa o'tadi yoki kerak emaslarni olib tashlashimiz mumkin. Mana xuddi shunday shaklda joylashtirib bo'lgandan keyin yuborishni bossak bu saqlanib qoladi va orqaga qaytsak
mana bu mavzu ham qo'shildi. Yoki bo'lmasam bir nechtasini qo'shish mumkin. Mana saqlandi va orqaga qaytib ko'ramiz. Mana ikkita mavzu bu yerda qo'shildi. Universitet talabi bo'yicha har bitta darsga kamida 10 ta mavzu tayinlangan bo'lishi kerak va bularni hammasini mana shu joyda kirib ko'rish va o'zgartirish mumkin. Va hamma mavzular tayinlanib bo'lgandan keyin talabalar o'z guruhi va fanini tanlagan holda ularning ichiga kirib tanishish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Endi test savollari qismini ko'rib chiqamiz. Bu ham juda muhim qismlardan biri. Bu test savollarini tizimga yuklash ham xuddi fan va mavzular kabi bo'ladi. Bular fan va mavzu va savollar qismlaridan iborat. Ya'ni fan yaratiladi, uning ichidagi mavzu va o'sha mavzuga tegishli savollar bo'ladi. Xuddi shu tartibda joylanadi. Fan yaratish, mana bu sahifa, fan yaratish sahifasi mana kiritilgan. Xuddi shu oldingi shaklda bo'ladi. Fan yaratish mumkin yoki borlarini tahrirlash mumkin. Undan keyin mavzular keladi. Mavzu o'sha fanlarga tegishli bo'lgan mavzular yaratiladi va bu yerda yangi mavzu yaratish va borlarni yana tahrirlash mumkin bo'ladi. Mana bu qismlar to'g'risida e'lon qilishga kelganda gaplashamiz. Hozir testlarni, savollarini qanday joylashtirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Mana savollar qismiga o'tsak, biz yaratgan test savollari mana shu jadvalda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yaratilgan test savollari va bular qanday tartibda bu yoqqa joylanadi. Bular test savollari, ya'ni o'sha fan va mavzuni tanlagan holda birma-bir tizimga joylashtirish mumkin yoki agar sizda hamma test savollaringiz bitta faylda mavjud bo'ladigan bo'lsa, ularni bittada tizimga yuklab qo'yish imkoniyati ham bor. Oldin birinchi bitta qo'shishni ko'rib chiqamiz. Mana bu onlayn imtihon savoli qo'shish degan knopkani bosadigan bo'lsak, bizda test qo'shish sahifasi ochiladi. Bu yerda o'sha savol tegishli bo'lgan til tanlanadi. Fanlar, qaysi fan bo'yicha joylashtirmoqchimiz va mavzu tanlanadi. O'sha mavzu bo'yicha test savoli bu yoqqa yoziladi va mana yozib ko'raylik. Savol 12. Keyin o'sha testni javob variantlari kiritiladi. Mana variant javob 1 bo'lsin bu. Ikkinchi A variant bo'ladi bu, endi javob 2 bo'ladi. B variant. Uchinchi va to'rtinchi variant. Mana javob variantlarini kiritdik. Bu yerda dinamik, ya'ni siz ikkitalik ham javob qo'yishingiz mumkin variantlarni yoki 6 ta, 8 ta javob varianti ham bo'lishi mumkin testda. Endi javob variantlarini kiritganimizdan keyin to'g'ri javobni mana bu joydan tanlaymiz. To'g'ri javobni tanlaganimizda e'tibor bersangiz, mana baho degan joyida 100% ga o'zgardi. Bu nima degani? Agar talaba test yetish davomida mana shu javobni belgilasa, o'sha testga beriladigan ball to'liq mana shu javob uchun beriladi. Ya'ni misol o'sha test uchun 4 ball beriladigan bo'lsa, 4 ball mana shu javobga beriladi. Endi shunaqa funksional borki, bizda bu haqqoniy baholash deb ataladi. Bunda agar to'g'ri javob 1 bo'lsa-yu, lekin javob ikkinchi variant ham to'g'ri javobga yaqinroq bo'lsa va siz talabaga mana shu javob 2 ni tanlagani uchun ham rag'bat berishni istasangiz, u paytda mana bu joyga kelib baho degan joyga kiramiz va misol uchun bunga yozamiz 50% yozamiz
va 50% yozsak, bunga 100 ball 100% bo'ladigan bo'lsa, bu 50%, ya'ni mana bu javobni tanlagan holatida ham ball beradi, ya'ni 4 ni 50%ni 2 ball bunga ham beradi imtihon davomida. Bu talabalarning bilimlarini haqqoniy baholash, ya'ni kamroq bo'lsa ham bor bilimlarini baholashga xizmat qiladigan funksional hisoblanadi. Bundan keyin agar test savoliga rasm yuklamoqchi bo'lsangiz, mana bu joydan yuklanadi. Undan keyin savolning qiyinlik darajasi va undan keyin izoh yozish mumkin, tushuntirishlar berishimiz mumkin. Mana bu joyda saqlaymiz va mana bu joyda yangi savol paydo bo'ldi. Endi ko'plab savollarni bittada qo'shish qismini ko'ramiz. Bunda tanlangan o'sha sizdagi mavjud test savollarini o'sha namuna fayl ko'rinishiga keltirib olish kerak bo'ladi. Mana bizda ikki xil shaklda yuklash mumkin. Bu birinchisi Excel fayli va text fayl. Osonroq bo'lgan qismi text fayldan boshlaymiz. Text faylni mana namuna faylni yuklab olamiz va ochadigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin savol. Buni formati quyidagicha. Savol turadi, undan keyin 4 ta tenglik belgisi ajratadi uni javob variantlari bilan. To'g'ri javobni oldiga hashtag qo'yiladi va har bitta variant bir-biridan 4 ta tenglik bilan ajratiladi. Keyingi savol bir-biridan 5 ta plus belgisi bilan ajratiladi. Undan keyin savol, undan keyin variantlar keladi va hashtag qo'yilib to'g'ri javob belgilanadi. Va keyingi savol xuddi shu tartibda ketadi. Bu eng oson yo'li. Agar sizda fayllar Excel faylda turgan bo'lsa, bularni CSV fayl shakliga keltirib yuklash mumkin. Buning uchun ikki xil namunamiz bor. Birinchisi Google Sheet'da ishlash mumkin. Mana ochib ko'ramiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin savollar ustunlar shaklida berilgan. Bu birinchisi savol, ikkinchisi rasm havolasi, javob A va uni to'g'rilik foizi boya ko'rib o'tganimiz, javob B, uni to'g'rilik foizi va hokazo javob D gacha berilgan. Buni javob Y, javob F qilib davom ettirish ham mumkin, qo'shimcha ustunlar qo'shgan holda. To'g'ri javob beriladi. Agar ikkita to'g'ri javob bo'ladigan bo'lsa, virgul bilan ular ajratiladi. Va qiyinlik darajasi easy, medium va hard qilib ingliz tilida yoziladi va izoh yoziladi not qismida. O'shandan keyin tayyor qilib bo'lganimizdan keyin fayllarni biza skachat qilib olamiz. Mana bu CSV formatda. CSV formatda skachat qilib olamiz. Endi o'sha skachat qilib olingan faylni mana bu joydan qaysi fanga va mavzuga yuklamoqchi bo'lsak, o'sha faylni tanlab olib turib yuborishni bossak, butun hamma savollarimiz tizimga yuklanadi. Namuna CSV fayl bu Excel fayl, buni ham skachat qilib olib ko'rib tekshirish mumkin. Xuddi shunday qilib ko'plab savollar bo'ladigan bo'lsa, ularni osongina hammasini bittada 500 ta 1000 ta savol bo'lishidan qat'iy nazar hammasini bir vaqtning o'zida tizimga yuklash mumkin. Yana keyingisi bu savollarni ko'chirish. Agar mabodo siz savolni boshqa mavzuning ichiga joylashtirib qo'ygan bo'lsangiz, unda savollarni ko'chirish funksiyasidan foydalanish mumkin. Bunda bitta mavzuning ichidan ikkinchisiga savollarni ko'chirishga imkon beradi. Mana misol uchun qaysi joyda turgan bo'lsa savollarimiz, o'shani mavzusini tanlaymiz, uni ichidagi savollarni ko'rsatadi. Endi uni qaysi mavzuga ko'chirmoqchimiz? Mana misol uchun umumiy fizika, mexanikaga ko'chirmoqchimiz. Mana qaysindan qaysinga deganini tanlab oldik. Endi savolni tanlasak, bu yoqqa o'tadi. Qaysi savolni tanlash kerak bo'lsa. Va unda bitta bossak tanlanmagan holda bo'ladi. Tanlab o'tkazib olganimizdan keyin mana bu yuborishni bossak, bu savol yangi joyga ko'chib qoladi. Shunday qilib
biza savollarning barchasini yuklab, ularni joylashtirib oldik. Endi keyingi bo'lim bu savollarni e'lon qilish. Ya'ni savollarni joylashtirib oldik, hali ish bitmadi. Bu tizimga yuklab oldik. Ya'ni bu sizning savollaringiz sizning akkauntingizda turibdi, hali e'lon qilinmadi. E'lon qilish uchun mana bu keyingi bo'limga o'tamiz. O'zi aslida e'lon qilish nima degani? E'lon qilish bu mTa'lim mobil ilovasida test savollarini talabalarga tayyorgarlik ko'rishlari uchun e'lon qilish, chiqarish. Buning uchun mana bu sahifaga keldik. Test savollari muassasa nomidan chiqadi. Ya'ni biza birinchi navbatda mana muassasani tanlab olishingiz kerak. Birinchi tanlab oldik va bu yoqqa saqladik. Va undan keyin bizda nechta savol borligini, qaysi mavzu bo'yicha nechta savol borligini ko'rsatib turadi. Mana bu sariq rangdagisi hali bu testlar e'lon qilinmagan yoki yangilanmaganligini bildiradi. Bu yashilga o'zgargan paytida bu testlar chiqdi degani hamma uchun. Holati ko'rsatilgan, tasdiqlangan sifatida. Ya'ni bundan oldin testlar e'lon qilingan. Biz hozir buni ichini o'zgartirdik. O'zgartirgandan keyin buni yangilab yana nashr qilishimiz kerak. Nashr qilishni bosadigan bo'lsak, mana bu sinxronlash yashilga o'zgardi. Bu degani bizda 3 ta savoldan 3 tasi chiqdi. Boya 2 ta edi. Bitta boyagi ko'chirganimiz ham chiqdi. Endi narx degan joyga kelsak, bu eng qiziq joyi. Universitet sizga har bitta faningiz bo'yicha kamida bitta mavzu va uni ichida 100 ta savolli testlarni bepul e'lon qilish majburiyatini beradi. Ya'ni bu savollar tizimda bepul shaklda chiqadi va talabalar ularni ochib, ularni ishlab imtihonga tayyorgarlik ko'rishadi. Bundan tashqari, agarda siz o'z faningiz bo'yicha ko'proq testlar tuzgan bo'lsangiz va bu testlar boshqalarga foydali bo'ladi deb ishonsangiz, bu testlarni ham mTa'lim tizimida e'lon qilishingiz mumkin va premium test shaklida taqdim etishingiz mumkin. Istalgan shaxs mTa'lim tizimiga kirib, bu testlarni sotib olib, foydalanish va imtihonlariga tayyorgarlik ko'rishlari mumkin bo'ladi. Mana misol uchun ingliz tilidan dars beradigan bo'lsangiz, beginnerlar uchun alohida testlar e'lon qilishingiz mumkin yoki ma'lum bir mavzular bo'yicha yoki istalgan fanni mavzulari bo'yicha, bo'limlari bo'yicha testlar tuzib, ularni e'lon qilishingiz mumkin va o'sha mavzu bo'yicha tayyorlanayotgan talabalar bularni sotib olib ishlatishlari mumkin. Bunda narx belgilash kerak bo'ladi. Narxni belgilashga kiramiz va bepul joydan pullik joyiga o'zgartiramiz va miqdorni belgilaymiz. Ya'ni o'sha mavzuni sotib olishda qancha pul to'lash kerak talabalar. Mana misol uchun men $1 bu joyda dollarda beriladi, ya'ni $1 deb belgiladim va o'sha mavzu sotib olgan odamga qancha vaqt davomida ochiq turishi kerak. Foydalana olishini kiritamiz. Bu oyni belgilaymiz. Mana 1 oy bo'lsin. Talaba $1 to'laydi va bu joyda siz oladigan daromad ko'rsatilgan. Komissiya bu tizim, mTa'lim tizimi 50% komissiya oladi va 10% maktab, ya'ni muassasa 10% daromad oladi. Chunki siz mana shu universitet nomidan bu testni e'lon qilyapsiz. Va siz oladigan daromad qoladi 40%. 40% qolgan daromad sizga hamyoningizga borib tushadi. Mana buni saqlaylik. Mana narx belgilandi, $1 1 oyga. Endi agar bu premium test sotiladigan bo'lsa va talabalar pul to'lab sotib oladigan bo'lsa, bu tushgan puldan siz boya ko'rsatilgandek 40% miqdorida daromad olasiz. O'sha daromadlaringiz mana bu hamyonning ichiga kelib tushadi.
va bu yerda yig'ilib boradi o'sha siz to'plagan mablag'. Va bu to'plangan mablag' ma'lum bir summaga yetgandan keyin yechib olish mumkin degan joyida ko'rsatib turadi necha pul yechib olish mumkinligini. Pul yechish joyiga bosamiz yoki bo'lmasa mana bu qismga o'tamiz. Ikkalasi bitta sahifaga olib boradi. Bu yerda siz o'sha to'plangan pulingizni tizimdan yechib olish uchun adminga, mta'lim adminiga zapros yuborsangiz, bu pul sizni kartingizga o'tkazib beriladi. Bular premium testlar bo'yicha. Faqat hozir buni bepul qilib qaytarib joyiga qo'yishimiz kerak. Siz agar yangi testlar e'lon qiladigan bo'lsangiz, ularni pulli qilib belgilashingiz mumkin. Faqat universitet talabi bepul testlar, ikkita bepul mavzu bo'yicha testlar e'lon qilingan bo'lishi kerak talabalarga imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishlari uchun. Keyingi bo'lim bu topshiriq va imtihonlar. Mta'lim tizimi sizga bevosita tizimning ichida talabalarga topshiriqlar berish, vazifalar berish va ularni qabul qilib olish, ularni baholash imkoniyatini beradi. Bular topshiriqlar bo'limi orqali boshqariladi. Mana kiramiz, bu yerda yaratilgan topshiriqlar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Topshiriq yaratish, yangi topshiriq yaratishda mana bu knopkadan foydalanamiz va mavjud topshiriqlarni tahrirlashimiz ham mumkin. Va mana bir boshdan ko'rib chiqsak, tahrirlashga kirdik. Bu yerda ko'rsatib turadi, qaysi ta'lim tili, yo'nalishi, qaysi guruh uchun va qaysi dars uchun topshiriq qachondan qachongacha topshirishlari mumkin bu vazifani talabalar va maksimal ball necha ball qo'yiladi. Va agar bu rejalashtirilgan topshiriq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biza mana bu mustaqil ta'lim dasturida ko'rib chiqqanimiz oldindan belgilangan rejalashtirilgan topshiriq bo'ladigan bo'lsa, mana bu tanlab qo'yiladi yoki bu tanlanmasligi mumkin. Istalgan sondagi, istalgan vaqtda siz vazifalar berishingiz mumkin talabalarga. Bundan tashqari mana guruh tanlandi. Guruhdagi hamma talabalar uchunmi yoki faqat tanlangan talabalar uchunmi? Agar tanlanganlar uchun bo'ladigan bo'lsa, buni bir ochamiz va qaysi talaba uchun bu topshiriq berilayotganligini tanlab qo'yishimiz mumkin. Tasdiqlasak, mana faqat o'sha tanlangan talabagina bu topshiriqni ko'ra oladigan bo'ladi yoki biza hammaga berishimiz mumkin. Bu qachon ishlatilishi mumkin? Ma'lum bir topshiriqlarni ba'zi talabalar o'z vaqtida bajarmadi yoki ba'zilari qolib ketdi. Ular uchun alohida topshiriq berish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatda ishlatilishi mumkin. Keyin topshiriqni nomi yoziladi va nima qilish kerakligi yoziladi. Mana misol uchun topshiriqda men yozganman dispersiya hodisasi bo'yicha tajriba. Ya'ni tajriba o'tkazish degan vazifa bor talabada va bu ishni bajarish uchun kerak bo'lgan qo'shimcha materiallar bo'ladigan bo'lsa yuklab qo'yiladi. Mana fayl yuklaganman. Bu joyda qanday tajriba o'tkazilishi kerakligi to'g'risida instruksiya bor. Talaba buni ochib, ko'rib, tanishib, keyin shu asosda ishlashi mumkin. Shunaqa shaklda topshiriq yaratiladi va topshiriqlar bo'limiga qaytib o'tsak, topshiriq yaratildi, hamma ma'lumotlar kiritildi. Mana 3 ta talabadan 0 tasi topshirgan hozircha. Endi topshirganlarni ko'rish uchun kim topshirgan bo'ladigan bo'lsa, bularni biz mana bu joydan ko'rib olishimiz mumkin. Nechta bola topshirgan bo'lsa, ularni bajargan ishlari mana bu joyda keltiriladi va ularga baho qo'yishingiz mumkin bo'ladi keyin. Endi onlayn imtihon qismiga o'tadigan bo'lsak, bu nima degani? Bu
talabalar mta'lim platformasini ichida, ya'ni ilovaning ichida bevosita imtihon topshirishadi. Bu imtihon test shaklida bo'ladi va bu imtihon siz tomoningizdan, ya'ni o'qituvchi tomonidan yaratilib, tizimga yuklanib, tayyor qilib qo'yilgan bo'linishi kerak. Mana ko'rishimiz mumkin, men yaratgan imtihonda mana qaysi guruh qatnashadi, qaysi fandan, bu imtihonni nomi, nechta savol bor buning ichida va qancha vaqt davom etadi imtihon, qachondan qachongacha kirib topshirish mumkin va hozirgi statusi jarayonda yoki kelgusi bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Hali boshlanmagan bo'lsa, buni holati e'lon qilingan yoki e'lon qilinmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni siz imtihonni yaratib turib, buni keyinroq ham e'lon qilishingiz mumkin. Mana bu joydan o'zgartirilgan holatda. Endi imtihon qanday yaratilganligini ko'rish uchun yoki imtihon yaratish orqali yoki mana shu mavjud imtihonni tahrirlash qismidan ko'rsatsam bo'ladi. Mana tahrirlashga kirdik. Bu yerda o'sha imtihonni qaysi imtihon tili, qaysi yo'nalish, qaysi guruh ekanligi tanlangan va qaysi fandan imtihon bo'lyapti va agar bu rejalashtirilgan, ya'ni mana bu joydagi oldindan berilgan imtihon bo'ladigan bo'lsa, bu yerda tanlab qo'yiladi yoki bu o'zingiz olayotgan boshqa alohida imtihon bo'ladigan bo'lsa, bo'sh qoldirish kerak bo'ladi. Imtihon nomi yoziladi. Bizning holatimizda oraliq nazorat. Imtihon kaliti. Imtihon kaliti bu imtihon boshlanishidan oldin talabalar o'sha kalitni kiritish kerak. Masalan, bitta bir qo'ysak, o'shani kiritgandan keyingina imtihon boshlanishi mumkin yoki buni qo'ymasak, to'g'ridan to'g'ri boshlanib ketaveradi. Davomiyligi, boshlanish va tugash vaqtlari. Endi kamera nazorati degan narsa bor bizda, ya'ni talabalarni ko'chirishini yoki boshqalardan yordam olishini oldini olish uchun kamera nazorati tizimi mavjud. Bunda talaba agar imtihon boshlangandan keyin o'ngga chapga qarasa yoki yonidagilar bilan gaplashsa yoki shovqin bo'lsa, boshqalardan yordam olishini oldini olish uchun kamera nazorati mavjud. Agar imtihonni o'sha aytilgan qoidalarni buzsa, imtihondan chiqarib yuboradi va talaba o'tmagan hisoblanadi. Mana shu barcha kerakli ma'lumotlarni kiritib olib, ularni saqlaymiz va bizda imtihon tayyor degani. Keyingi ishimiz, mana imtihon ma'lumotlarini kiritib bo'ldik. Keyingi ishimiz bu imtihonga savol qo'shish bo'ladi. Savol qo'shish qismiga o'tsak, bu yerda bizadagi boyagi kiritilgan test savollarimiz mana shu joyda ishlatiladi. Ya'ni biz oldindan tayyorlab qo'ygan o'sha bizadagi mavjud savollar onlayn test davomida o'sha savollardan foydalaniladi. Mana biz qaysi mavzu bo'yicha imtihon olayotgan bo'lsak, o'sha mavzudagi savollarni bu yoqda ochib olamiz va ularni birma-bir imtihonga qo'shish mumkin. Har bitta savol uchun o'zini balini bergan holda. 32, mana bu 25 shaklida. Ya'ni hammasiga bir xil emas, turli xil ballar beriladigan bo'lsa, qiyinlik darajasiga qarab bu yerdan o'shani boshqarishingiz mumkin. Bu tanlangan savollar bo'yicha edi. Savollarni avtomatik qo'shish funksiyasi bor. Bu yerda biz nechta savol bermoqchi bo'lsak, 20 ta savol, jami 100 bor. Bunda nima qiladi? Tizim bazani ichidan o'shancha sondagi savollarni ajratib oladi va hammaga o'sha savollarni beradi. Umumiy ball 100 ball bo'ladi va har bitta javob uchun 5 balldan berib, o'shanga qarab natijalarni chiqaradi. Bu holatda hammaga bir xil savollar ketadi, ya'ni barcha talabalarda bir xil savollar chiqadi. Ularni o'rni almashib chiqishi mumkin, javob variantlari almashib chiqishi mumkin, lekin o'sha savollar bo'ladi. O'sha tanlangan 20 ta savol bo'ladi. Agar siz xohlasangiz, hammaning savollari bir-biriga o'xshamaydigan bo'lsa, deylik sizda bazada 1000 ta savol bor, o'shaning ichidan 20 ta savolni tanlab oldi va talabaga ber desangiz, ya'ni
u 20 ta savolni birinchi talabaga 20 ta savol tanlab olib berdi. Ikkinchi talabaga boshqa bir 20 ta savolni tanlab olib beradi ba'zan ichida. Ya'ni savollar bir-biriga o'xshamaydi, ya'ni birovning savoli biriga tushmaydi. Kimdir oldin bajarib olib, keyingisiga yordam bera olmaydi. Faqat o'sha har kim o'ziga berilgan savollarnigina javoblarini topishi kerak bo'ladi. Endi onlayn imtihonni biz aytganimdek e'lon qilishimiz mumkin yoki e'londan olib tashlashimiz mumkin. Mana o'chirib qo'ysak e'lon qilinmagan holatga keladi. Imtihon o'tib bo'lgandan keyin siz natijalarni mana bu joyda ko'rishingiz mumkin. Barcha qatnashgan talabalarning natijalari mana shu joyda chiqib turadi. Talabaning ismi va olgan bahosi shaklida. 100 balldan necha ball olgan. Bu jarayon, ya'ni siz mana shu imtihonni tayyorlab e'lon qilib qo'yganingizdan keyin o'sha berilgan vaqtda, mana deylik, hozir 11-chislodan 15-chislagacha oralig'ida berilgan bu. O'sha muddatda barcha kirib topshirishi mumkin. Siz o'zingiz xohlagan muddatni, ya'ni vaqt oralig'ini qo'yib qo'yasiz. Misol uchun ertalab 9 dan soat 5 gacha oralig'ida hamma kirib topshirish kerak deb qo'yasiz va jarayon tugagandan keyin siz natijalarga kirib o'sha kim necha ball oldi tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan siz ishingiz bitdi bu yerda. Ya'ni imtihonni yaratib qo'ydingiz, u yoqga muddat tugagandan keyin natijalarni ko'rib olsangiz bo'ladi. Keyingi bo'lim bu davomat, ya'ni yo'qlama qilish. Mana bu akademik kalendarni davomat qismiga o'tamiz. Buni ochamiz va yo'qlama degan joyini bosamiz va bizda mana bu yo'qlama qilish funksionallari chiqadi. Bu yerdan kerakli bo'lgan guruhni tanlaymiz va qaysi sana uchun yo'qlama qilayotganimizni tanlaymiz. Bizda mana shu talabalarning ro'yxati chiqadi. Qaysi biri bor bo'lsa, darsda bor bo'lsa, bor yoki yo'q bo'lsa, yo'qni belgilanadi va o'shandan keyin yuborish bosiladi. Va bu ma'lumotlar saqlanib qoladi. Agar mana bu joyga ptichka qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, talaba ro'yxatdan o'tgan, tizimga kirgan va uning ota-onasi ham tizimda bor bo'lsa, ularga tizim kim darsda yo'q bo'ladigan bo'lsa, uni ota-onasiga ham opovishni ketadi, ya'ni bildirishnoma ketadi. Ham talabaga, ham uni ota-onasiga siz darsda yo'qsiz degan bildirishnoma ketadi. Endi davomatlarni ko'rish qismiga bossak, bu joyda biz o'sha oldingi kunlar uchun ham, bugungi kun uchun ham davomatlarni ko'rib olishimiz mumkin. Mana bugungi hozirgilarimiz mana bu talabani yo'q qilib belgiladik va bu joyda ko'rinib turibdi. Bu narsa universitet rahbariyatiga ham ko'rinib turadi. Oldingi kunlarni ham tekshirishimiz mumkin. Mana bu joyda ham xuddi shu talaba yo'q ekan. Mana bu joyda hammasi bor ekan. Xuddi shunday qilib barcha ma'lumotlar, davomat to'g'risidagi barcha ma'lumotlar mana shu joyda bo'ladi. Endi oy kesimida ham ko'rishimiz mumkin. Tanlaymiz qaysi guruh bizga kerakligini. Mana bu joyda qaysi kunlari kim darsda bor, kim darsda yo'q, hammasi bitta ekranda ko'rinib turadi. Keyingi bo'limimiz bu dars jadvali. Dars jadvali mana bu kalendarning dars jadvali qismiga kirsak, bizdagi aktiv dars jadvalini mana shu joydan ko'rish mumkin. Ya'ni bu sahifa faqat ko'rish uchun. Biz oy kesimida ko'ra olamiz. Mana qaysi kunlar darslarimiz borligini yoki hafta yoki yil ko'rinishida ham ko'ra olamiz. Endi bitta farqi, asosiy guruhlarda darslar o'quv bo'limi tomonidan belgilanadi va dars jadvali o'zlari yaratilib, dars jadvalini sizlarga o'zlari yaratib
berishadi va bu joyda ko'rishimiz mumkin agar darsingiz asosiy guruhda bo'ladigan bo'lsa. Agar bu qo'shimcha guruh bo'ladigan bo'lsa, ya'ni to'garak bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa o'quv mashg'ulotlari bo'ladigan bo'lsa, bu guruhni dars jadvalini siz o'zingiz o'zgartira olasiz. Bu mana bu joydan boshqariladi. Jadval yaratish. Mana sizdagi mavjud guruhlar ro'yxati mana shu joyda chiqib turadi. Menda hozir fizika to'garagi bor va buni o'zgartirish uchun mana bu joyga kiramiz. Va hozirgi belgilangan, hozirgi biz naryoqda ko'rgan dars jadvalimiz ko'rinib turibdi va bularni o'zgartirishimiz mumkin. Mana deylik, fizikani men dushanba kuni soat 10 ga qo'ymoqchiman. 10 bir bo'lib qoldi. Buni ichiga kirsak, mana bu joyda ham boshqarilishi mumkin. Bu 11 0 qilib. Yoki buni bunda o'zgartirsak ham bo'ladi. 11 20 gacha. Shunday qilib, dars jadvalini mana shu joydan yurgizish mumkin. Keyingi bo'lim bu e'lonlar va bildirishnomalar, ya'ni xabarlashuv media. M-ta'lim tizimida ichki xabarlantiruv tizimlari mavjud, ya'ni siz ma'lum bir e'lonlarni bu joyga joylashtirib qo'ysangiz, faqat o'sha sizga biriktirilgan guruhdagi talabalargina u e'lonlarni o'qiy oladi. Misol uchun, deylik, dars vaqti o'zgarishi bor yoki yangi darslar qo'yiladigan bo'lsa yoki mavzularda yoki istalgan turdagi ma'lumotni e'lon qilish mumkin yoki bildirishnoma shaklida jo'natish mumkin. Jo'natilganlari mana bu joyda chiqib turadi va yangi yozmoqchi bo'lsangiz, mana misol uchun men yozaman. Mana shunday e'lon yozdim va o'zim guruhni tanladim va qaysi darsga tegishli bu? Optika darsiga tegishli va buni yuborish qilsam, barcha talabalarga bu o'sha M-ta'lim mobil ilovasining ichida ko'rinadi. Mana chiqqan e'lonlarning ro'yxati mana bu joyda tanishishingiz mumkin. Bulardan tashqari bildirishnoma jo'natish mumkin. Bu bildirishnomalar srochno nimadir yetkazish kerak paytda qo'llanishi mumkin. Bu joyda ham o'sha sarlavha xabar yoziladi, rasm tanlanadi va jo'natiladi. Ketgan bildirishnomalarni ro'yxatini mana bu joyda ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib, siz bilan M-ta'lim platformasida o'qituvchi sifatida ishni boshlash uchun zarur bo'lgan funksionallarni, eng zarur ma'lumotlarni ko'rib chiqdik va o'ylaymanki, bu batafsil tushuntirishlar sizga platformada ishni boshlash uchun yetarli bo'ladi. Va bu bilan tugamaydi. Bizda hali tanlov imtihonlarini qanday o'tkazish, offlayn imtihonlarni qanday o'tkazish, talabalarga sertifikatlar, ID kartalar berish, moliyaviy boshqaruv kabi qismlar kutib turibdi. Ular to'g'risida keyingi videolarda gaplashamiz. Bundan tashqari, o'qituvchi sifatida M-ta'lim mobil ilovasidan ham foydalanishingiz mumkin. Bu to'g'risida ham alohida
video tushuntirish bo'ladi. Ko'rganingizdek, platforma juda kompleks va mukammal darajada ishlab chiqishga harakat qilingan. O'qituvchilarning ishini osonlashtirish, avtomatlashtirish yo'nalishida doimiy rivojlantirib boriladi va yaqin yillarda O'zbekistonda birinchi raqamli platformaga aylanadi. Tizimni tez tushunishning eng oson yo'li bu o'z maktabingizni ochish va mustaqil faoliyatingizni yurgizishni boshlashdir. Mana bu yerda. Bu sizning universitet o'qituvchisi sifatidagi faoliyatingizga ta'sir qilmaydi, aksincha faqat yordam beradi.